Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 5-aprel haftani yakshanba kuni 2026-yil. Mana akamni yangi ishlardan ekan. Buni material nima ekan? Material Lacoste. Nech pul deyapsiz buni? 39 ming pachkaga. Pachkaga 39 ming so'm. Donaga nech pul? Donaga 45 ming so'm. Donaga 45 ming so'm. Nechtalik razmer? Ikkitalik 52, 54, 56. 52, 54, 56 razmerlar ekan. Kichkinasi mana shu. Eng kichkinasi hozir shu ekan. Buni nech xil rasvetkasi bor? Hozirda 3 xil rasvetkasi tayyor. Qolgan ish kerak. Donaga ham sotasizmi? Donaga ham sotiladi. Donaga nech pul? 45. 45 ming so'm donaga ekan. Mana shu ustunda edi. Pachkaga nech pul dedingiz? 39 ming. Pachkaga 39 ming so'm. Ob'yom bo'lsa kelishiladi. Xo'p, bu akamda bunaqa shortek, plashopkadan HBlar, trikolar bor. Tepa pasaki. Qaysi? Bu tepa pas ekan bu. Mana pasi bilan 45 mingga shunda tepa pas berasizmi aka? Xohlagan razmerda olaveradi. Tepa pas ekan. Mana bunga o'xshagan xullas tepa paslik. Nomeringiz nechi? 94lik. Nomerlari 94lik 090 49 95. 18 ming so'mdanmidi bular? Pachkaga 18 ming funta. 18 ming so'm funta materialdan ishlangan triko. HB 16 ming so'm. Plashopka 15 ming so'mdan. Shortek HBligi 15 ming 13 ming so'm plashopka. Bu tepa pastligiz? Bular 65 ming so'm pachkaga. Donaga nech pul? Donaga 70 ming so'm tepa pas. 70 ming so'm donaga. Mana shu ko'rsatgan hamma tovarlar nima? Donaga sotiladi. Donaga ham hammasidan bor ekan. Xohlagan razmerda olaverasizlar. Buni nimalari, strikolari nechtalik razmer? Eng kattasi 62 gacha 58 dan. 58 dan 62 gacha razmer. Telefon nomerlari aytildi. Telefon qilaverasizlarda.